o'ziga tegishli bo'lgan hovlidan kichkinagina bitta katta xonani ham ruxsatsiz qurib qo'ysalaring jarima bo'lar ekan. Bugungi videoda mana shu mavzuni to'liq yoritib beramiz. Shu masalaga oydinlik kiritish uchun Termiz shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limi boshlig'i Jaloliddin akaga uchrashdik va bunday tartib qachondan paydo bo'ldi degan savolni o'rtaga tashladik. 2025-yilda davlat arxitektura nazoratini amalga oshirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 192-sonli qarori qabul qilindi. Jismoniy yuridik shaxslar o'ziga tegishli bo'lgan hududdan tegishli o'sha ruxsatnomasiz, loyiha smeta hujjatlarisiz qurilish ishlarini amalga oshirilgan taqdirda o'sha tegishli jarimalar, ma'muriy choralar ko'rish boshlandi. Xullas, ruxsat olish kerak degan gap bor narsa ekan. Endi ruxsat olishning chopa-chopi qanday va qanchaga tushadi degan savolimizga Jaloliddin aka to'liq javob berib o'tdilar. Sizga tushunarli bo'lishi uchun Jaloliddin akadan eshitganlarimizni o'zim qisqacha, jaydarcha tilda tushuntirib o'taman. Birinchi qiladigan ishingiz o'zingiz bilgan, tanlagan loyiha nusxalari bor. Xullas, uy-joylarning chizmasini chizib beradigan joylar bor-ku, shularga uyingizning kadastr hujjatlarini ko'tarib borasiz. Ular sizga kerakli loyiha hujjatlarini tayyorlab qo'lingizga tutqazadi. Endi yagona darchaga borib ariza qoldirasiz va kelgan xulosaga asosan qurilishni boshlayverasiz. Uy bitgandan keyin yana bir marta yagona darchaga borib foydalanishga ruxsat degan joyiga ariza tashlaysiz. Mutaxassislar loyiha bo'yicha tekshiruv qilib xulosa berishadi va avtomatik kadastr hujjatlar shakllanadi.